Savsov taxt varislikqa nima uchun Savpiyni tanlaydi? Qissa haqida bayon. Savsov 60 yoshlarga kirgan vaqtda umrdagi eng cho'ng bir tanlashga, ya'ni o'zining izbosari, taxt varisining kim qilib tanlash haqida nihoyat cho'ng bir tanlashga yuzlandi. Eng dastlab qarasak, Savsov o'zininki eng kichik o'g'li Savchongni tanlamoqchi. Bu kichik turiblar nihoyat aqlli, tushunami? Savsovmi bu nihoyat yaxshi ko'rdi. Shunga danishmand Smayn akaga vaqtda buningga ustoz qilib birdi. Qarasak, biroq bu Savchong kichik turiblar olamdan o'tdi. Buning o'limiga nima sababchi Savchongning o'limiga? Ham Savchong o'lgandan keyin Savsovning o'zining taxt varisi tanlashiga ikki nomzod var. Hamda bu yerda Savjang cho'ng o'g'li bu alamga nihoyat mayr, nihoyat botir bir sarkarda sangun. Lekin buningki alam jihatga iqtidor nihoyat yuqori bo'lgan bilan qalam jihatda pek ojiz. Bu bir davlatni boshqarish, davlatni idora qilish bunday cho'ng vazifaning o'tisidan chiqolmaydiganligini Savsovmi o'zimi bildim. Shunga buni o'g'illarining ichida Savpi bilan Savji bosh ikkisidan birini tanlash kerak. Asli bu yerda Savsov bu Savjini nihoyat yaxshi ko'rdi. Asli Savjini tanlag'isi var. Yana eliq vaqt Smaymi bu Savchong o'lgandan keyin endi qaysi balamni tanlaysa deb 3 yil ta'ziya bildirdi. Uniki qaysi balamni tanlasam mayli degan vaqtda Savpini tanlaysan, nimish Savpini tanlaysa. Asli sen Savjini tanlasan bo'ldi. Navadan Savpini tanlayman deb turbasan, Savpini tanlag'ini qo'ymayman, boshqa ketkilim qo'ymayman deb turib oldi. Lekin bu yerda Smaylim deydi, o'zdirmang va'da bergan o desa, ish qilib Savpininki nima ishlarni qilganligi, uningmi qanchalik razilligini bu Savsov bu vaqt o'qidi. Shunga bir yerdan ochiq bo'lsin o'z o'g'li o'g'ashqa ortiq ishni qilolmay bu Savpini faqat tanlag'isi yo'q. Hamda bu qolgan 3 o'g'ildan Savsov qarsak Savjini bak yoqtirdi. Chunki buning istidodim nihoyat yuqori, qalam quvvatim intayin kuchli, alamgimi xil mayir bu. Hem bu en mühimi Savsovning yosh vaqtiga bak o'xshaydi. Hem bu yerdagi Savjimi Savsovni nihoyat tatgan, buniki shoirligi, shunami o'zimiz bilamiz. Uniki mayxo'rligi, hatto ishqibozligidan tortib Savsovga nihoyat o'xshaydi bu Savji. Shunga bu Savsovning mushun tanlag'isi bor bu yerda. Hamda bu yerda Savjining eng cho'ng kamchiligi boshqa fuarda deb qo'ygan boyvachchilarga o'xshash, boshqalarning nihoyat ko'zga ilmaydi bu. Intayin pochi. Vaziratan ba deb boshqalarga nihoyat qo'pol, nihoyat ko'ram. Ya'ni kishilik munosabatga ancha mayr emas. Lekin bu jihatda biz Savpi qarsak, Savpi nihoyat mayr, shundami? Bu nihoyat yilgadek tuyulgan bilan kishilik munosabat intayin mayr, boshqalar qanday qilish, hatto oldida tizilnish, yig'lash, bu jihatda Savpi intayin mayr kishilik munosabatga. Bu Savpining istidod jihati epetqa vaqtda Savjiga yetmaydi. Alam artidim yetmaydi. Buniki tenim nihoyat ojiz. Bu jihatda Savsovning ko'ngli ayon. Lekin Savpining shu kishilik munosabatga mayli qo'llasi vazir uzralar, mayli Smay qag'allar bilan munosabatga nihoyat yomon. Endi bu yerda Savsov shuni o'yladi, bu ikki balamni yug'urib bir lob qasgadi. Lekin amaliyot unday emasda, shuni ular bu qanday qildi? Bu ikkisidan bir miyanshilib, ikkisidan birini tanlash kerak. Shuni ular bir qitimliq Nanjungga berib jang qatnashgan vaqtda bu ikki o'g'ilni chaqirib, shuni ular bu yerda naq maydon jangni to'sizildi. Ya'ni jangga safarbarlik qildi. Shular bu ikki o'g'ilni chaqirtdi bu yerda. Bu ikki kelgandan keyin Savsov deydi. Bugun bu Nanjungga jangga manduq. Bu yerda asli men hozir safarbarlik nutuq so'zlamoqchi. Lekin taom yo'q turdi, sal kayfiyatim nachar. Shunga ishkanli mening o'g'lim bo'lgan keyin mening o'rnimdan men vakolatan bu yerda bir nutuq so'zlanglar. Lekin oldin tayyorlik qilish ruxsat yo'q. Hozir keldim, hozir naq maydon so'zlaysan deb dedi. Degandan keyin bu ikkisining ko'ngliga ayon bo'ldi-da, bizdan bir sinoq o'tibdi-da bu yerda. Shuni bilan buni anglab, Savjining gul qiqalari echilib ketdi-da bu. Bu yerda bilib-da bu Savpining bu jihat iqtidori yuziga hargiz yetmaydi. Shuni ma'val so'zlay depli chiqib, o'tirib chiqib qo'shini qarab keyin jang ash maqol tamsil, idiom, ahliya so'zlar bilan keltirib turib, karomat, isil, hammasini kuch-qudrat g'ayatini oshirgan bir isil nutqdan birini manga o'xshashni so'zlayapti. Shuni hammaylar guldi qaras chavoq, voy, Savsov yashsin, bosh vazir yashsin, Savji Begzod yashsin deb vaqirishib ketdi. Shundan bu yerda pochi yetdi-da, Savsovmi buning qoyilib ketdi. Qoyilib o'yladi, bo'ldi, men seni tanladim. Savji deb o'yladi. Lekin endi bu ikki balasini chaqirtganki, garchi Savpin tanlıq bo'lmasa-mu buningga bir fursat berish kerak-da, shunami?
adillik uchun bu yerda. Emniyet ishkisini chaqirganda chuqum ishkilisi o'zini bir qatim ko'zitib beqish kerak. Gerçi mayli savga mayli qo'shindikilarmi o'ylab bo'ldi-da, voy bo'ldi savpiq degidek gapmi qolmadi endi. Nima deydi u bizga? Bo'ldi, mana savji bo'ldi boshqa gap deb o'yladi. Shuni olan bu yerda savpiq shunda qaranki savpiq qarab deb, "Ma tayyorlik qilmabmadi. Ma tayyorliksiz nutqga." Alashar, men nemim so'zlama. Men 3 kun tayyorlik qilsam buningdek so'zlayman deyman. Deb o'yladi. Buning qalbisiga yaxshi yanlar, aram yanlar, tushib xodim bilak gapmikan meni. Endi bu yerda savjimi qanda to'liq nomerlama tutdim-ku bugun deb o'ylagan vaqtning o'zida bir mo'jiza yuz berdi. Doim mo'jiza mana shunday hal qilg'ish vaqtlarda yuz berdi-ku. Oldingi mazmunda degan xizmatchilar qo'llasizliklar ish qilgan vaqtda o'z iqtidori tayinli, o'zining iqtidori nihoyat yuqori bo'lishi kerak. Lekin rahbarlar ish qilgan vaqtda qo'l ostidagilarga tayinli. Bular o'zining iqtidori tayinishning hech qanday hojati yo'q. Shuningdek bu yerda Saupi bu jihatda komil bo'lg'ishqa, Saupining endi kim bor? Sumayi, Vuji qatorliq donishmandlar bor. Darhol bu ishga qarshi qanday qilish kerak? Shuni bilan bu yerda Sumayi buning bir leg'iz gap qildi Saupiga. Mush gap bilan Saupining hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Hatto butkul tarixmi o'zgarib ketdi. Nima dedi desanglar? Yig'lal dedi. Nima demoqchi desanglar, Saupi sen kallan ishlat. Bugun bu yerda savjilar nutqda qobiliyati basishga vaqt emas. Balki sov bashbazir otam bo'lgan mehrli muhabbatni ifodalaydigan vaqt. Balaliq mehrini ifodalaydigan vaqt. Saupi bu gapni anglabla ko'ngli balli tokkagandek yurib ketdi. Qarsak bu butkul qissada yig'lash qilmaydi. Intan ustishga adam bor. Buning birisi Saupi, yana birisi kim o? Saupi bu oson yig'lash degani bu katta bunday ishlarga. Sav dedi, Saupi ham sanka deydi. Sen mi chiqib bir ikki qizga qilay balam? Mening o'g'lim bo'lgankin. Degankin Saupi o'tirib chiqdi-da. Bir savga, bir pastkilarga qarab etib yig'lashni boshladi bu. Vazirata bu jang nihoyat xatarli. Safar intan uzun, mushkul. Bu yerda tug'an sizlar otam. Qog'illar bo'lsa mening tog'illarim, inilarim, mening qarindoshlarim. Mening bularga nima deyishimni, qanday mehrimni bildirishni bilmadim. O'zdir yoshga cho'ngib qollar. Asli men o'g'illarining iqtidori yetgan bo'lsa, men bir iqtidorli qilib, bu jangda o'zlarini o'yda xotirjam o'ltaga suqib jangga manbasan to'g'ri bo'ldi. Sizlar o'yda aramlarni obdan elib, va yaxshi kuchtinsizlar bo'ldi. Vaziratan mening sizlarga bu yerdagi qarindoshlarimizga hargiz jangda andaq patrul qilinglar, mandaq patrul qilinglar, dushman chuqum yenginglar demayman. Mening sizlarga birdan-bir deydiganim, sog' salomat qaytib kelinglar. Sog' salomat hayot qaytib kelinglar, men shuni tilayman. Vazirata debla shalaq yig'lab ketdi. Bu yer sog' ta'sirlanib, voy Saupi balam deb quchoqlab yig'lab ketdi. Qarsan butkul vaziyat burunni o'zgarib ketdi. Pastkilarmi ko'z yesh qilishga boshladi. O'g'il degan mandavmamdu. O'g'il degan otiq mandaq mehribon bo'lmamdu, mandaq kuyimchan bo'lmamdu deb hammasi ta'sirlanib ketdi. Hammasi Saupi mehribon, kuyimchan bo'libdi deb barkalla aytib ketdi. Endi bu yer o'ylimga yerdan Saupi yengib oldi. Savsavmi o'z ko'ngilda mana Saupini taxt varis qilishga tanladi. Undaqda savol. Mushuning beshida Savsav Sumayga savjin tanla desa, Sumay nimish qat'iy Saupini tanlayman deb turib oldi.